Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimizning davomi, o'quv qo'llanmamizdan 28-betning davomi va 29-betdan davom ettiramiz. Tamarinun mashqlar. Iqro va kutub. O'qing va yozing. Hada suqun. Bu bozor. Demak, muannaslik alomati yo'q so'z. Demak, bu muzakkar zamir bilan ishlatildi. Hada suqun. Va hadihi madrasatun. Bu maktab. Demak, oxirida muannaslik belgisi bor. Demak, bu muannas so'z. Shuning uchun bunga hadihi ishlatamiz. Man hadihi bu kim? Hadihi uxtu Abbasin. Bu Abbosning opasi yoki singlisi. Hada dikun va hadihi dajajatun. Bu xo'roz va bu tovuq. Hada ibnul mudiri. Bu mudirning o'g'li. Demak, qo'shib o'qiganimizda hadani cho'zig'ini cho'zmay, vasli hamzani o'qimay, baga sakrab o'tamiz. Hada ibnul mudiri. Bu mudirning o'g'li. Va hadihi bintul mudarrisi. Bu mudarrisning qizi. Hadihi ummu Yasirin. Bu Yasirning onasi. Demak, ummun so'zda muannaslik alomati bo'lmasa ham yozuvda, lekin ona so'zi muannas bo'lgani uchun birdan bunga hadihi ishlatamiz. Ayna qidrul lahmi. Ya'ni go'sht soladigan qozon qayerda? Hiya fi thallajati. U muzlatgichning ichida. Hada babun. Bu eshik. Va hadihi nafizatun. Va mana bu deraza. Demak, nafizatun deraza. Tamarinun mashqlar. Ma hada va ma hadihi. Bu nima muzakkarda va bu nima muannasda so'zi. Ma hada. Bu nima? Hada baytun. Ma hada. Bu nima? Hada kitabun. Ma hadihi. Demak, insonning jup a'zolari muannas bo'lgani uchun quloqqa ham muannas so'z ishlatamiz. Ma hadihi. Hadihi udhunun. Ma hada. Hada babun. Ma hadihi. Hadihi mil'aqatun. Ma hada. Hada qalamun. Ma hadihi. Hadihi yadun. Demak, bu ham insonning jup a'zosi. Ma hadihi. Hadihi mikwatun. Ma hada. Hada miftahun. Ma hada. Hada qamisun. Ma hadihi. Hadihi darrajatun. Ma hada. Hada famun. Ma hada. Hada qidrun. Ma hada. Hada wajhun. Ma hada. Hada kursiyun. Ma hadihi. Hadihi sa'atun. Ma hadihi. Hadihi rijlun. Ma hadihi. Hadihi thallajatun. Ma hada. Hada najmun. Ma hadihi. Hadihi sayyaratun. Demak, bu yerda mana o'sha har bir so'zga nisbatan bu degan so'zni o'ziga moslab muzakkar bo'lsa muzakkar, hada muannas bo'lsa hadihi so'zlari bilan qo'lladik. Shu yergacha o'qiganlaringizni o'rganib, yozib o'qib